biron kishi so'rasa, payg'ambarimizning do'stlari kimlar desa, javob beramiz, payg'ambarimiz Xudoning do'stlari sahobalari bo'ladi deymiz. Sahobalar kim? Bu to'g'rida bir ma'lumot desa, javob beramizki, sahobalar Alloh taborak va taoloning xos bandalari bo'ladi. Alloh taborak va taoloning har bir hukmiga payg'ambar Xudo amr qilibdilar, bular amal qilgan. Payg'ambar Xudoning majlislarida o'ltirgan bular, payg'ambar Xudo bilan suhbatlashgan, payg'ambar Xudoni ko'rgan, payg'ambar Xudoning har bir aytgan narsalarga amal qilgan. Alloh taborak va taolo bulardan rozi bo'lgan deymiz. Xo'p, bir kishi so'rasa, aytsaki, 4 ta xalifaning otini tut, xulafoi roshidinga mashhur 4 ta xalifaning otini tut deganda javob beramiz. Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Faruq, Hazrat Usmon G'ani, Hazrat Ali Murtazo radhiyallohu anhum deymiz. Xo'p, asharai mubashsharalarni tanit desa nima deymiz? Asharai mubashshara kim? Asharai mubashshara payg'ambar Xudo 10 ta sahobaga jannatning mujdasini berganlar, sizlar jannati deb shu dunyoda. Ular kimlar ekan? Biri Hazrat Abu Bakr Siddiq ekan, biri Hazrat Umar ekan, biri Hazrat Ali ekan, biri Hazrat Usmon ekan, biri Hazrat Talha ekan, biri Hazrat Zubayr ekan, biri Hazrat Abu Ubayda ekan, biri Hazrat Sa'd ekan, biri Hazrat Sa'id ekan, biri Hazrat Abdurrahmon ekan, radhiyallohu anhum shular ekan. Xo'p. Tavhid kalmasini o'qi desa bir kishi nima deymiz? Tavhid kalmasini o'qi deganda mana shuni o'qiymiz. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu va huwa hayyun la yamutu biyadihil khayr va huwa ala kulli shay'in qadir. Xo'p, tahorat qilib bo'lgandan nari yana bir o'qiladigan duo bor ekan. Nima ekan? Allohumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.